Erondagi xalq qo'zg'olonlari asosiy sabablari inflyatsiya. Ya'ni Amerika tomonidan Eron mahsulotlariga, Eron neftiga nisbatan taqiqlar qo'yilishi va ularni oluvchilarga ham nisbatan sanksiyalar e'lon qilinishi asosiy sabab bo'lgan, ya'ni inflyatsiyani kuchaytirgan. Ikkinchi yana bitta sabab hozircha masjidlarga ham o't qo'yilmoqda. Ya'ni diktator tuzumiga o'lim shiori ostida ham xalq qo'zg'olonlari bo'lmoqda. Ya'ni demokratiyani talab qilishmoqda, so'z erkinligini talab qilishmoqda. Va hozirgi holatga aynan misol qilib keltirish mumkin. 2003-yilgi Iroq Saddam Husaynning ag'darilishi, 2011-yil Liviyani ag'darilishi va 2011-yildan keyingi Suriyada xalq qo'zg'olonlari, ichki urushlar va 2024-yilga kelib Suriya parchalanib ketishi va bugungi kundagi Eron. Nimaga aynan bu to'rtta davlat? Bu to'rtalasi ham Isroilga qarshi turgan va Amerikani yomon ko'rgan davlatlar. Ya'ni Isroil atrofida o'ziga to'sqin bo'ladigan kuchli davlat bo'lishini xohlamaydi. O'rta Sharqdagi geosiyosiy nazoratni saqlab qolishni xohlaydi. Va shu uchun ham Isroilga qarshi chiqqan hech qanaqa kuchni xohlamaydi. Bu bilan nima demoqchiman? Har bir narsaga e'tiborliroq bo'lishimiz kerak, ogoh bo'lishimiz kerak va to'g'ri xulosa chiqarishimiz kerak.